agar siz ham narsist, eringiz ham narsist bo'lsa, qaysidir birovingizga kuchli signal og'riq berilaveradi. Ikkala narsist ham kuchi bir xil bo'lmaydi hech qachon. Bitta narsist nisbatan kuchsizroq yoki og'riqni, azobni, alamni, xafagarchilikni ko'proq yeydigan bo'ladi. O'ziga oladigan bo'ladi-da o'sha narsist. Shuni hisobiga o'sha narsistga ko'proq belgi keladi. O'zini o'zgartirish, o'ziga qaytish, o'zini tushunib olish uchun bu narsistdan kuchli bosim kelaveradi. Bu narsist o'zi. Mana men o'zimdan misol olaman. Men narsist bo'lganman va menga juda kuchli bosim kelaverishi natijasida harakat mendan bo'lishi kerak bo'lgan, o'zgarishga. Tushunyapsizmi? Men o'zgarishim kerak bo'lgan, undan keyin erim o'zgarish kerak bo'lgan. Va bu simptom tuzalish xususiyatiga ega. Men bu fikrga qo'shilmayman, tuzalmaydi degan. Tuzalmaydi qachonki inson o'zi shu taqdir azalga rozi bo'lsa, ko'nsa, ha endi nima ham qilaman, boshqa ilojim ham yo'q-ku deb rozi bo'lib tashab qo'yib, o'zi harakat qilmasa-da, ayblovni eriga yoki ayoliga tashab qo'ysa, unda o'zgarish bo'lmaydi. Erim xafachi. Narsistlarda bo'ladi bu xususiyat. Ya'ni joylaringiz almashib qolganda, naraschi er bu ayol kishiga xos emas. Siz obrazingizga o'tib olgansiz, uni obraziga o'tib olgansiz. O'zim ilgari xafachi edim. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti bera? Narsistlar haqida gaplashyapmiz. Ikkalamiz ham ona tarbiyasi. Menimcha travma bor shekilli, ha? Ikkita narsist bor deb savol berdingiz-ku. Ikkala narsist bo'lsa ham nima bo'ladi bitta oilada? Ikkalalaringiz ham kuchli travma ostida kelgan bo'lishi mumkin bu narsistlik xususiyatiga ikkalalaringiz ham. Bizda ham chunki shunaqa bo'lganda. Sizlar qisqacha savol yozingizlar-chi qizlar, men shunga qarab keyin ma'lumot beraveraman. 6 oyda o'ziga keladi. Ya'ni nima bo'ladi 6 oyda? Tanishib olganimdan xursand bo'ldi. Savollaringizni yozishlaringiz mumkin. Hozir zo'r javob berishga zo'r holatdaman. Keyin ko'payib ketadi. Asosiy bitta mavzuni olib shu haqida gapirib ketib qolamiz. Savol chat to'xtab turadi biroz. Gaplashmaydilar. 6 oyda o'ziga keladi, 6 oy gaplashmaydi. 6 oy gaplashmaydi siz bilan. Uzoqlashib ketadi. Da u sizdan uzoqlashmaydi aslida, o'zidan o'zini og'riqlarini bekitish hisobiga uzoqlashadi-da. Ya'ni tegib qo'yasiz narsist og'rig'iga. Shuning uchun u og'riqlarini bir umr yopib yashaganda, ota-onadan ham hammadan yopib yashagan. Shuni hisobiga u og'riqlarini quchoqlab, hech kimga ko'rsatmasdan o'zini kuchli ko'rsatib yuradi. Va mana shuni hisobiga ular doim qo'rqadi bu holatni yaqinlari ko'rib qolishidan, bilib qolishidan. Ha, sen shunaqa ekansan-ku o'zi. Nega unaqa tutarding o'zingni? Aytsang bo'ladi-ku ochiq oyda nima xohlayotganingni, qo'rqayotganingni, xafaligingni, charchaganingni, ojizligingni, kuchsizligingni, puling yo'qligini yoki nimanidir deyishingizdan qo'rqadi. Yuziga aytib qolishingizdan qo'rqadi kamchiligini. Shuning uchun har doim qochishadi ular. Ular juda ham yaxshi biladi og'rig'ini. Men empat bo'lib 35 yil baxtsiz yashadim. 4 oy oldin miyam otvordi. Endi oldingidek empat emasman. Qahri qattiq odamga aylanib qolganman. Aniq transformatsiya bo'ldim. Yashang. Zo'r anglabsiz. Aniq transformatsiyadan kuchli holatda o'tgansiz. Juda ham kuchli o'tgansiz. Chunki 35 yil yashab portlash holatiga kelib o'tish bu juda kuchli jarayonda. Ungacha ham sizga signallar kelgan. O'zingga qayt, o'zingni yaxshi ko'r, Allohga qayt. Bu odamga o'zingni qurbon qilma, fido qilma degan ma'noda signallar kelgan. Faqat bizda shunaqa xususiyat bor. Kech anglaymizda, doim vaqtida yengilgina harakat qila olmaymiz yetishga. Misol uchun, bizda o'zbeklar shunaqa-ku, doktorga, vrachga borish uchun sog'lig'i bo'yicha har doim oxirgi tochkaga qolmaguncha bormaydi. Ko'pchilik deyarli shunaqa bizda.
yengil oldini olish uchun borilmaydi. Misol uchun 6 oyda ko'rikmi? 6 oyda ko'rikka bormaydi. Juda ko'pchilik odam bormaydi. Juda o'sha kasalliklar o'tib tanaga kuchli bergandan keyin yoki og'riqqa chidolmagandan boradi, yoki o'limdan qo'rqishdan boradi, yoki o'zi ham qo'rqadi o'sha operatsiyadan. Shuni hisobiga borishadi. Bo'lmasa-ku hech qachon ham borishmasligi mumkin edi. Ruhiyatda ham shunaqa inson. Men chiday olaman, ko'tara olaman, yengil, hali bor degan ma'noda ko'taradi-da. Borib bir kun shunaqa holatga kelasiz. Siz hozir qo'rqib yashagan hayotingiz hech narsa bo'lmay qoladi sizga. Shunaqa portlaysiz, shunaqa ayta olmagan gaplaringiz chiqadi ichingizdan. Yillab yig'ilgan og'riqlaringiz bir kun, bir soat, bir soniyada chiqib ketadi, otilib. Chunki u paytda qo'rqmaysizda. Atrofingizdagilar sizni urushidan ham, sizni haqoratlashidan ham, sizdan voz kechishidan ham, sizni ayblashidan ham, sizni yomon deyishidan ham kechmaysiz. Butun jamiyatga qoralab chiqmaydimi? Farqi yo'q. Qo'rqmaysiz. Ana shunday holatga kelgandagina insonda ko'p holatlarda o'sish, rivojlanish etapi boshlanadi. Menda ham shunaqa boshlangan. Og'ir holatlar berilishi evasiga boshlangan. Deyarli bizda shunaqa. Yigitni yo'g'la, yozib boringlar menga. Siz bizga kerak emassizda hozir. Rahmat ustozim. Aziz salom. Zapis berasizmi Telegramda? Harakat qilamiz. Men endi kiribman, juda men uchun edi bu dars. Asalim, endi boshladik. Yozing savollaringizni. Jonimizdan o'tganiga harakatga tushib qolamiz. Yashang. Shunaqa. Inson, ayniqsa ayol zoti jonidan o'tmaguncha harakatga tushmaydi. O'tiraveradi chidab. E'tibor qilganmisizlar yoshi katta ayollar joni og'rib tursa ham, "Yo, yaxshiman. Skori doktor kelib tursa ham yaxshiman, zo'r ahvolim" deb turadi-da. Aslida ichkari unaqa demaydi. Ichkari yordamga muhtojman deydi. Faqat soxta kamtarlik bilan o'zini to'sib turadi. Shunaqa, endi uyg'ondim. O'zim uchun umuman yashamagan ekanman. Endi men o'qib rivojlansam, erim ham o'zgaradimi? O'zgaradi asalim. O'zgaradi. Chunki nimaga aynan sizga o'zgaradi deyapman? Endi sizda boshqa yo'l ham yo'q-da. Siz orqaga qaytib oldingi holatingizda yasha olmaysiz endi. Endi portladingiz, tushundingiz, bildingiz. Aniq tashxisni qo'ydingiz eringizga ham o'zingizga ham. Endi tan ola olasiz. O'zingizdagi jihatlarni o'zgarish kerakligini tan olasiz, qabul qilasiz va harakat qilasiz. Bunday jarayonda narsist, abuzer erkaklar ham albatta o'zgaradi. Chunki u holatda siz narsist og'rig'iga tegib qo'ymaysizda. Narsistni yuragiga kirib, narsistni azoblab, narsistni xulqingiz bilan, tabiatingiz bilan, xarakteringiz bilan bo'g'ib qo'ymaysiz. Narsist qochmaydi. Narsist yana yoningizga yaqinlashishga keladi. Sizdan bahra oladi. Hayotida bolaligida hech kimdan ko'rmagan iliqlikni, haqiqiy shartsiz, ya'ni hech qanaqa javoblarsiz muhabbat munosabat sizdan oladi. Qanday qilib o'zgarmasligi mumkin? Salim, o'zgaradi. Shunaqa shostrlar o'zgargan. Yozing savollaringizni, praktikamizni keyinroq beramiz, xo'p? Praktikada siz aniqlab olsangiz bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz haqiqatdan narsistmi, yo'qmi? Kimni aniqlamoqchisiz narsistligini? Qaynonangizmi, onangizmi, singlingizmi, eringizmi? Farqi yo'q. Ukasi haqida ham savol berganlar bo'ldi. Praktikada aniqlab olasiz, xudo xohlasa. Menga juda ko'pchilik yozadigan ayollar turmush o'rtog'i asosan narsist emas. Narsist emas. O'zlari narsist ko'pchiligini. Turmush o'rtoqlari yopiq inson. Hayotlari davomida hech qachon ochilmagan inson. Hech qachon. Na ota-onasiga, na jigarlariga, na boshqaga ochilmagan inson. Shu ayollar bilan ishlab ko'rganimizda o'zlari ham tan olishdi, seanslarda boshida turmush o'rtog'i juda ham zo'r bo'lgan. Juda ham zo'r bo'lgan. Narsistlik xususiyati umuman bo'lmagan. Chunki shu ayolga ishonganda, butun hayotida o'ziga tushadigan, dardkash, ishonsa bo'ladigan, haqiqiy yonimda turib beradigan inson deb ishongan, suyangan. Ming erkak kishi bo'lgani bilan erkaklar ham qo'llab-quvvatlashga, g'amxo'rlikka, nima deydi, ishonsa bo'ladigan insonga doim muhtoj bo'ladi-da. Ular erkak kuchli degani bilan ularning ham qalbida og'rig'i bor, hislari bor, uni tushunadigan, his qiladigan odamga doim ochgisi keladi ular ham. Faqat siz o'sganingizda uni og'rig'iga tegib qo'ymaysizda, yuragiga, og'rig'iga, kamchiliklariga kamchilik deb qaramaysizda.
u hammada ham bo'lishi mumkin bo'lgan xarakter xususiyat deb oddiy qaraganingizda va u insonni ayblamasdan qaraganingizda, aybi yo'qligini tan olib qaraganingizda, chunki siz ochildingiz-ku, o'zingizni travmalaringiz, og'riqlaringiz bilan ishladingiz-ku, uni bittaga his qilib turasiz-da. Nima holatdan o'tgan, qanaqa yashamda yashagan, nimalarni boshidan o'tkazgan, kerak bo'lsa gaplashib ham bilib olasiz. Ana shunday jarayonda narsist o'zini butunlay ochib beradi sizga. Siz o'zingizni qalbingizni sevgingiz bilan, mehringiz, muhabbatingiz, tushunishingiz bilan, iliqligingiz bilan shu insonni davolay olasiz. Ular ham bekorga berilmaydi-da. Narsist inson sizni o'stirib berish uchun beriladi. Agar siz ham narsist bo'lsangiz, siz ham uni o'stirib berish uchun berilasiz. Faqat qaysidir qismlaringizni bir-biringizga ulashib o'stirib berish